Assalomu alaykum. Hurmatli sertifikat servis a'zolari. Mana vizalarni olib 4 nafar sertifikat servis 6-guruh o'quvchilari yana Tallin shahriga yetib keldik. Bu yerga mana ertalab 3:30 da keldik. Endi Xudo xolasa hamma joyda ochilishini kutyapmiz. Shu fursatdan foydalanib Anvar aka, Jalolov Qodirovichga, Dilafruz opaga va barcha ustozlarga, kichkina Anvar akaga, Ilyor Mamedovga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudo xolasa mana hammaga mana shu yerda o'qib, mana shunday Yevropalarga kelib ishlashni taklif qilamiz. Inshaalloh harakat qilingizlar. Hammasi zo'r, a'lo darajada. Ustozlarga kattakon rahmat. Minnatdormiz.